Çok sizler baxtma. Baxtınlar göz tegmisin. Şıkkınlar qarab qaranlaşqım kepitib şunu toxtuduq ya. Oy bulaq. Bularning makamına chiroyi deganda kulki shunday bir xil yiqishliq. Mendan maqsad bilan seni to'xtatib qoldim hozircha. Ishkingni qarasam haqiqatan chiroyingdagi kulki va o'tirish qiyofatingni qarab shunday birsi bilan ijil inoq o'tayotganini his qilib bo'ldi ekan. Hamda to'rli qarasak har xil hamda to'y turmush baxtsiz bo'lib qolganlarni ko'ryapmiz qo'y hisobda. Hamda sizlardek mushta to'y turmush o'tkazayotgandan azroq bir maslahat apaqay deb shuni to'xtatishim bu. Necha yil bo'ldi to'y qilg'ili? Toy qilg'ili 30 yildan oshdi. 30 yildan oshdi. Voy, necha balangli bor? Necha balamiz var? Hozir qarasam xuddi yangi to'y qilgandek ta'betibsizlar, ammo siz ayolingizdan rozimi? Razı. Qaysi tarafini yaxshi ko'rasiz? Hayalimdeki Mehmet tarafını. Aç sizin sual so'rab boqay. Bu shu to'y turmushingizdan rozimisiz? Razı. Hamda 30 yil oldi dedinglarmi? Mush 30 yilning yaqida hozir qadar mushuna shikangli baxtli o'tashga nima sababchi bo'ldi? Özümüzden bir balığımız var, çaylak közgöngen. Hı. İşkilimiz bizim yaxşı koyup, içil inak ötevatımız Yaxshi ko'rgan andımında kemchilik tarafini qabul qiladigan kichkina bir norozilik ishlarida BCB'simizni izlashga bo'lmaydi. Haqiqatan havas qilgudek turmush kechirib o'tibsizlar, garchi tushunib qilmasammi. Bir aloqalash nomerimizni qoldirib qo'ysam, yaqin bo'lib qolsa, elə telefon qısanlar bir uyanlığa basaq, jiq vaqt ketməydi bu. Yarım saatim saatqacha sizlan fikirlashib, paranglashib, sizlar bilan. Yaxshi bir gaplarni anlab, men bir bundan keyin turmushimni yaxshi qurib qolsam qo'shildigansizlar. Rahmat. Lekin film tatimiz amma men o'xshash shunda to'y qilmoqchi bo'lgan, ashta to'y turmushidan ray yenib ketganligi azroq bo'lsam ulgu bo'la olamiz deb qarayman. Sizning ismingiz nima aka? Qadir. Yer topamsam so'ray. Silnovchi? Ha, ma'qul. Ma'qul, rahmat. Avval qildim, ma'qul. Tiştirdiğime yaşma. Tiştirdiğime. Silni yulamı bək qartratdın ya aka. Bunda kəmrə silni uyanlar. Lan avar qilib mən. Oy, çoğ apamı bakən qoy. Tizlaq tullum aça. Salametullah, tizlaq tullah. Silni yoqlab gəldik. Az bolsunmu könglim. Ayollarca. Voy, men billa etsem bo'ldi tamoqni. Sizlar billa tamoq yordamli şey açı. Bebekmizlik. Ko'rib boqay. Hozir nima tamoq qilamiz? Rahmetliyle. Lag'man ha. Lag'manga bek amroqdim, lekin bu lag'man etmeklang ta'sirki deyman men tamoq yetishmasdi. Qadr yug'urib qilg'il sağanken. Seni de oturtacak oldu. Avarcılık olup kaç. Tamoq aslida yo'ldoshlari bir yoqtirib o'xshatdi deb endi yoqsur tapamdi. Kusurumu tapmayı razı. Dilen bolattı dep yeviydi. Mushakamdan kulishi bilan lamabay men tosqan. Biz shu bakinliq kulkash qilib. Sizning chaka to'y turmushi muhimmi yo igilik tiklab pul tepish muhimmi? Toy durmuşum boyum dep qarayman da. Nemişqa degende mana shu toy tanlığa layiq shu ko'ngildagidek BCB'sini hurmatlab o'titgan da BCB'sini tushunitgan. Olsa eng shu boyliq deganda uningkin ko'ngil xotirjam bo'lsa tap bo'ladi deb o'ylayman. Sana hozir turmushlari ko'ngildagidek bo'layotammi? Turmuşum ko'ngildagidek. Ko'ngil xotirjam. Bir ayolim bilan da inoq ittifoq bolalarim bilan ko'ngillik o'tayotam. Bana deydigan ikki qiz bir yaxshi gaplar bormi ya? Anglab olibmay. Siz men toy qilsangiz, ig'i bisiq olab, qiyin tonun aldığa gitsangiz, ana dadadek özümüzniki. Eda hurmatlasak, inoq ittifoq o'tkil bo'ldi. Rahmat. Şey tarafda kirsanız yanımga bir baqchalda da dokunma. Ma'qul, rahmat.